harakatlar bilan oldinga boryapti Toshkent. Qo'noq hayotda yo'llaydi ham. Navbatdagisi biroz mo'zildi. Nozor Naimov qarshisida anchagina tajribali raqib borligini his qilyapti. Yaxshigina Iskoyevga yo'lladi Naimov. Qanaga? Vakilimiz ijrosida Qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba ana Toshkent yaxshi kutib oldi. Oynayapsanmi? Toshkent davom ettiryapti. Ver. Yaqinlashadi. Bak video ko'pdir. Ushtalik seriya Toshkent yaxshi harakat qildi. Meni jo'niyat video ol dedi. To'lib qolar qizim. Meniki emas. Müze aytdi deysa. Müze aytdi. Meniki sizniki emas bu. Nima jussik, ha? Yaxshi kutib oldi. Qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba ana Toshkent. Naimov o'sha logikani qanday topish kerak? Ana zarba. Ey jonib qorroq ekan. Yana yon tomonga o'yin qo'llaydi. Oldimmi deymi? Yoniga yaxshi qilibpa. Qora kiyimmi? Qora kiyim, tajriba zo'rlik qilyapti. Nozor Naimovda qadiga anchagina kuchaydi. Masofani biroz yaqinlashtirish kerak. Toshkent yetkaza oldi. Zarbalar. Mana endi yo'llasa bo'ladi. O'tkazib yuboryapti. Yon tomonga yo'llagan zarba. Javob qaytarib oldi. Bitta qo'l yon tomondan yo'llangan zarba bilan Toshkent. Bo'lish kerak. Yana bir o'yin ekan. Grid deyapti ajiblarim. Chapcha. Grid. Esmoqchi bo'ldi, lekin buni payqadi. Grid. Qarshi hujumda. Grid. Gol deyapti. Kaldiki tajikmi bir? Kal O'zbekistonlik, soch va tajik. Oynayapsizmi? Yana bir ikkilik Toshkent javob qaytarib oldi.